9 dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni. Mamlakatimizda korrupsiya va uni keltirib chiqaradigan holatlarni oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Tashkilot va korxonalarda korrupsion holatlarni oldini olish bilan bog'liq tushuntirish ishlari olib borilyapti. Yurtimizda qonun ustuvorligi va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan islohotlar davom ettirilayotgan bir davrda har bir soha va tashkilot o'z faoliyatida shaffoflik hamda mas'uliyat tamoyiliga amal qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurashish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarda qonunlarga hurmat ruhini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ana shu maqsadda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham muhim tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbir korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan tashkil etilgan bo'lib, u ochiq muloqot va amaliy seminar shaklida o'tdi. Tadbirga Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati, korrupsiyaga qarshi kurashish va compliance boshqarmasi vakillari, davlat organlari mutasaddilari hamda mas'ul xodimlar ishtirok etishdi. O'tkazilgan bu tadbirda ishchi xodimlarga, mas'ullarga mana shu yana bir bora korrupsiyaga qarshi kurashishning ahamiyati, manfaatlar to'qnashuvini oqibatlari, mazmun mohiyati yetkazib berildi. Korxonamizda targ'ibot tadbirlari doirasida nafaqat yig'ilishlar o'tkazish, balki mana shu elektron platforma yaratilgan. Bu platforma har kuni masalan rahbar xodim bo'ladimi, mas'ul shaxslar bo'ladimi, ular ishga kelganda kompyuterni yoqishi bilan o'sha targ'ibot dasturi avtomat ravishda ishga tushadi. Tadbir so'ngida ishtirokchilarga korrupsiyaga qarshi kurashishda birdamlik hamda hamkorlik zarurligi ta'kidlandi. Adolat ustuvor bo'lgan joyda taraqqiyot bardavom, jamiyat esa farovon bo'ladi. Unutmasligimiz kerakki, bugun qabul qilingan har bir to'g'ri qaror ertangi yorug' kelajak sari tashlangan mustahkam qadamdir.